Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilar akalar. Bugungi videoni oxirigacha ko'rib, paddeshkani olib turasizlar. Xudo xolasa bugungi mana shu bir dona ona bolani chiroyli sizlarga obzorni qilib beramiz. Akalar, bugungi sanalarimiz 23-iyun hafta kuniga seshanba. Hammalaringga bugungi kun muboraklik bo'lsin. Xudo xolasa bir dona ona bolasi qo'chqor. Onasini yoshi 4 yosh. Ochib qo'ying, hammasi realni mana. Ikkinchi bola. Onasini bo'yi 80 plyusda, o'ta ham kelishgan holatda. Holatlari ideal, razrezda ekansa, oyoq mana oyoq kengliklari hali yelinda suti bilan turibdi. Onasini qo'chqorga qo'shsalaring tayyor holatda. Badallari ham yaxshi mana. O'zi tulashni boshladi ikkizak tumorlari bilan. Mana tulashni boshladi o'zi onasi. Bu yoqda bolasi mashalloh. Mana bolaga bitta ahamiyatni berib qo'yamiz hoji aka. Quloqlarini pasha chaqmagan variant mana. Quloq joylashurar, quloq tashab turishar. Haqiqiy seriyoznis mana. Tumshug'i qalin variantidan. Bolasi ham mana to'lashni boshladi to'shidan. Oyoq qo'llari tik holatda. Dumbarazres, oyoq kenglik. Dumbarazres dakansa kerak mana qo'chqorda haqiqiy go'zali. Qo'chqor tushiga bir alohida baho berib qo'yamiz akalar. Ishq ovoziga sotiladi qo'yimiz. Realni olaman, seleksiya boshlayapman degan akalarimizga xudo xolasa chiroyli narxda chiqarib beraveramiz. Seleksiyadan akalarimizga toza Qirg'iziston qo'yi onasi, bolasi shu yerda tug'ilgan. Bolasi 4,5 oylik bo'ldi endi. Mana iliklari baquvvat holatda. Onasi ham mana janovar mashalloh. Haqiqiy zo'rini ishq ovozi bilan aloqa chiqarasizlar. Tonlariga bir alohida baho berib qo'yamiz akalar. Yuzlari toza oq yuz. Quloqlar qarang. Bolasini qulog'i ikkovi ham butun, xudo xolasa mana pasha chaqmagan variantdan. Endi bolasini qulog'ini o'lchab ko'rmadik. Bo'ylari ham bir taxminan 75 plyusda. Haqiqiy seriyozniy qo'chqor. Zo'rini boqaman, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan akalarimizga tavsiya qilib qolaman, xudo xolasa. Qo'ylarimiz turishiga bir ahamiyat beramiz. Mana jonivorlar turishlariga bir ahamiyat berib qo'yamiz akalar. Haqiqiy go'zallardan, xudo xolasa shunaqa qo'ylardan 100 ta boqish nasib qilsin. Agar buni videoni qisqa qilib narxiga o'taman. Narxiga qiziqqanlar bo'lsa ekranga nomerni qo'yib qo'yamiz. Narxini $2000 ga chiqarib beramiz. Dastlabkilar O'zbekiston bo'ylab qaysi viloyatdan bo'lsangiz telefon qilaverasiz, uyingizga yetkazib olib beramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib. Qiziqqanlar ekrandagi nomerga 24 soat telefon qilaverasizlar akalar. Bugungi videomizga shular. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoda bo'lgan qanday xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanal yangi obuna bo'lish esdan chiqmasin akalar.